Faberlic kompaniyasiga bo'lgan zakazlarim keldi. Zakazlar mana shunaqangi har birimiz o'zimiz ism familiyamizga alohida chekda kompaniya jo'natadi. Bugun urgan zakazlarim to'g'risida hozir ma'lumot berib o'taman. Mana bu masalan spirulina mahsuloti, bu ham zakazga. Men ko'chama-ko'cha sotib yurmayman, uyda o'tirib mana shunaqangi zakazlarni olib, mazza qilib sotib, sotudan ham zo'r daromad ko'raman. Mana bu ham zakazga vitamin C. Bu ham zakazga. Mana bu ham zakazga. Endi ro'zg'orga. O'zim uchun olganim. Shampun oldim. Posuda yuvadigan gel oldim. Ham sotuv, ham ro'zg'orim uchun, o'zimiz uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni ishlatamiz. Mana unitazlarni yuvish uchun mahsulot. Mana shuncha mahsulot olganim uchun kompaniya menga mana bunaqangi keyingi katalogda mahsulotlarni 50% chegirmada olishim uchun shunaqa zo'r kuponlar berdi. Ko'ryapsizlarmi, kompaniya qanaqa mazza. Siz mahsulotlarni olib sotsangiz sotuvdan foyda ko'rasiz, shak sovg'a olasiz, komanda qilsangiz oylik olasiz, uyingizga ro'zg'oringizga mahsulot oladigan bo'lsangiz 20%, 26%, 50%, 70% o'zi kompaniya tarafdan beriladigan chegirmalar bor. O'sha chegirmalar orqali mahsulotlarni xarid qilib, mazza qilib daromad ko'rsangiz bo'ladi.